Xo'p, o'tgan safar shrift bo'limi bilan tanishib chiqqanmiz, a? Kompyuter kurslari. Kursorimiz hozir qayerda turibdi? So'z qator oxirida turibdi. Shu boshiga o'tish uchun nima qilamiz? Home bosamiz ekan mana. Kursorimiz boshiga o'tdi. Boshida turgan bo'lsa end bilan oxiriga o'tamiz ekan. Belgilash uchun shift bilan strelka orqali belgilab ketaveramiz ekan, a? Belgilash uchun shift bilan bittalab belgilab ketaveramiz ekan, a? Bitta so'zni kurslari degan so'zni shunday belgilash uchun nima qilamiz? Shift bilan belgilab ketamiz. Bitta urinishda, bittalab emas. Shift bilan Ctrl shiftni bosamiz. Ctrl shift strelka bosamiz ana. Ctrl A qiladigan bo'lsa, hammasini belgilab qo'yadi. Pastdagi hamma ma'lumotimizni belgilab qo'yadi. Belgilash qanday edi? Ctrl A nusxa olish demoqchiman. Ctrl C enter keyingi qatorga. Ctrl V joylash. Mana ko'rib turibsiz. Mana nusxaladik, to'g'rimi? 1 2 hammasi har xil ketyapti. Misol uchun bir xil emas. Endi xo'p, nusxa oldik, joyladik, to'g'rimi? Ko'paytirib. Bitta ma'lumotimizdan nusxa olib, Ctrl C, Ctrl V qilib joyladik. Endi xo'p, Ctrl Shift bitta so'zni belgilayapti. Ko'rasizlarmi endi? Bitta Ctrl A qo'llaydigan bo'lsa, hamma ma'lumotimizni belgilab yuboradi. To'g'rimi? Sizga bitta belgini o'zi kerak bo'lishi mumkin. Shift o'zi bilan belgilaysiz. Agar shu qatorni boshgacha belgilamoqchi bo'lsa, nima qilamiz? Birdaniga. Misol uchun mana shu qatorni boshgacha birdaniga belgilamoqchi bo'lsa, nima qilaman? Ctrl Shift strelka faqat bitta so'zni belgilaydi. Boshigacha hammasini belgilash. Shift Home. Home shunday o'tar edi, to'g'rimi? Home o'tyapti, endi Shift bilan belgilab o'tadi mana. Tushunarlimi? Ctrl B qalin shrift. Ctrl I ostki chiziq I yotiq holatdagi ostki chiziq Ctrl U. Mana. Ostki chiziqni turini tanlasak bo'lardi, to'g'rimi bu yerda? Uzuq nuqta ko'rinishda. Rangini qo'yishimiz mumkin edi. Shrift o'lchamini. Mana. Sozlab qo'yishimiz mumkin ekan, a? Xo'p. Keyin bilamiz. Hamma harfni katta qilish uchun Shift F3 ni foydalanyapmiz mana. Shift F3 ni bitta bo'lsa, hammasi kichkina bo'lib qoladi. Shift F3 ni bo'lsa, boshqa harf katta, qolganlari kichkina bo'lib qolar ekan. Tushunarlimi? Bergan effektlarimizni o'chirish uchun aytda o'chirishdan foydalanib, buni o'chirib yuboramiz deganmiz. Endi Center o'quv markazi mavjud kurslar
Tab abzas tashlaydi. Xo'p. Bizda ro'yxatlar mavjud. Ya'ni belgilangan, tartiblangan ro'yxatlar bor. Misol uchun kompyuter kurslari, savodxonlik dastlabki, to'g'rimi? Boshlang'ich bilimlar, keyingisi web dasturlash, front-end, back-end, robot texnika. Mavjud kurslar shunday yozilgandan keyin buni belgilab turib, bu yerda keyingi bo'lim, abzas bo'limidan foydalanyapmiz. Belgilash mavjud ekan. Ya'ni siz qaysi ko'rinishda mavjud kurslarimizni bitishga nuqta, bu ko'rinishlar bu yerda mavjud bo'lmagan belgilar o'zingiz qo'shishingiz mumkin. Novoy marker qilib, simvol yoki rasm, shrift orqali nima qilishimiz mumkin ekan? O'zimiz qo'shishimiz mumkin ekan. Mana. Xo'p, misol uchun shu ildizni belgisini qo'shyapman. OK qiladigan bo'lsa, nima bo'ldi? Ildiz ko'rinishda yoniga belgilab qo'yapti. Alixon turing. Tushunarlimi? Enter qilib chiqib ketadigan bo'lsa, u ro'yxatdan chiqib ketyapti. Xo'p, buni belgilikdan tashqari raqamli ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Mana 1 2 4 5 6 qilib o'zi avtomatik qo'yib beradi. Siz 1 2 qilib raqamlab chiqqanimiz yo'q. To'g'rimi? Avtomatik. Rim raqamlari yoki bu ko'rinishlarda ABC qilib kichkina harflar bilan o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri nima qilishimiz mumkin ekan? Belgilab qo'yishimiz mumkin ekan. Tushunarlimi? Bu belgi ko'rinishda belgilash, bu harf yoki raqamlar bilan tartiblangan ko'rinishda nimalarni amalga oshirishimiz mumkin ekan. Testlar boshqalarida ham shu ko'rinishda yozib qo'yishsalaring bo'ladi. 2 marta enter bossam bundan chiqadi, to'g'rimi? Xo'p. Keyin lorem 2 lorem 2 virgul xohlagan so'zingiz 10 ta misol uchun lorem ichida xohlagan raqam berasiz 2,10 misol uchun ixtiyoriy matn tashlab beradi. Matnimiz ko'rib turganingizdek chap tarafi tekis, o'ng tarafi tekis emas, to'g'rimi? Buni qanday amalga oshiramiz endi? Ko'ryapsiz, bizda chap taraf tekis taraf turibdi mana. Ctrl plus L chapga tartiblar ekan. Ctrl plus L. Markazdan tartiblash bor ekan. Post center deyapti. Bosadigan bo'lsa, markazga tartiblab beryapti matnimizni. O'rtaga olib beradi. Bu Ctrl E. Hop. O'ng taraf Ctrl R. O'ng tarafga tekislaydi mana. Chap taraf tekis emas. Ikkala tomoni ham Ctrl plus J, ikkala tomoni ham tekis holat. Ko'rdingizmi? Keyingisi bu har bitta qatorda orasini ochishimiz mumkin ekan. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Agar orasi ko'p bo'lsa, qisqartirib olishingiz mumkin shu orqali. Intervalni nima qilar ekan? Sozlab berar ekan. Intervalni sozlashimiz mumkin ekan. Xo'p. Keyin mavjud kurslar shu matnni ramkaga olmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan nijniy ost chiziq boshqa seksiya hamma tomoniga granitsa qilib beradi. Mana. Tushunarlimi? Yoki belgilamasdan shu qatorda turibsiz, shu qatorda turgan bo'lsangiz, bitta bo'lsa, hamma boshidan oxirigacha o'sha qatorga ramka qo'yib beradi. Tushunarlimi? Ramka qo'yishimiz mumkin ekan. Mana. Ramka turlarini ham tanlab qo'ydim. Qanday amalga oshiramiz ekan? Gransi zalifkiga o'tib, ramkani tanlab, o'zimiz birortasini tanlab, OK qilamiz.
Xo'p, hammasini emas, faqat pastki chiziqda o'zini qoladigan bo'lsa, nijniy granitsani o'zini tanlaymiz. Xo'p, net granitsa bu yerdan faqat nijniysini. Mavjud kurslar, shundan keyin pastki chiziq tushyapti, to'g'rimi? Keyin qolgan ma'lumot ketyapti. Ramka qo'yishimiz mumkin ekan shunday. O'zlaring ishlatib ko'rasizlar buni. Xo'p, keyin agar saralash kerak bo'lsa, mana ko'ryapsiz, alfabet bo'yicha familiya ismlar bo'lsa, agar ro'yxatingizda alfabet bo'yicha tartiblamoqchi bo'lsangiz, mana sortirovka bor, shundan orqali hop OK qiladigan bo'lsak, mana B boshida keladimi? Shuning uchun B boshiga o'tib qolyapti. Alfabet bo'yicha saralab olish kerak bo'lsa, sortirovka. Tushunarlimi bu? Bu oyna bilan abzas bo'limi bilan to'liq tanishib chiqing o'zlaringiz.